Shu kelishini shu bir hafta 10 kun oldin kasallik haqida bildik. Doktoriga xullas uylanganimdan bir yilga yaqinlab qoldi. Farzand bo'lmaganligi uchun doktorga borganmiz. Keyin o'sha urug' unaqasiga nima deydi, topshirib ko'rasizlar dedi. Topshirdik. Urug' darajasi 0% chiqdi. Keyin o'sha doktor tavsiya berdi, shu shetga borib uchrab ko'rasizlar dedi. Balki kelgandan keyin bu yerda o'zi yana qon topshirdik. Shu tekshiruvlar o'tkazdi. Keyin aka shu nima deydi, urug' yo'lidagi kanallar bekitib qolgan dedi. Shu operatsiya qilib ko'ramiz dedi. Shunda urug' topilsa shu bilan iloji bor dedi. Keyin bo'pti dedik. Shu kecha aniqlangan, kecha shu haqida aytgan bo'lsa, bugun ertasi kuni bugun operatsiya bo'ldik. Shu urug' topildi. Shu farzandli bo'lishda iloji bor edi. To есть, mana bu yoqqa kelgangacha nechta doktorlarga borib ko'rdingiz? Shu 2-3 ta doktorga uchradik. Oilaviy bordik o'zingiz. Aha, birinchi oilaviy bordik. Keyin shunaqa degandan keyin to'g'risi men uyimdagilarga aytolmadim. Uyimdagilarga aytmasdan o'zim harakat qilib ko'rdim. Yana boshqa doktorga uchrab ko'rdim. Keyin doktor varaqalarda o'sha analiz javoblarini ko'rib, shunaqa nima deydi, bepushtlik chiqayapti sizda. Urug' foizi nol ko'rsatyapti dedi. Keyin ilojini qilolmaganimdan keyin dadamga aytdim. Shu dadam shu doktorlarning tanishmishlaridan Abror akani topgan ekan. Ha, dadangiz topib berdilar Abror akani. Aytganlaridan keyin qancha vaqtdan keyin keldingiz? Bilgandan keyin sirazmi yoki qanchadir vaqt o'tib o'yladingizmi, misol uchun kelishgacha? Aytdi, javoblarim yomon chiqqandan keyin yana bir 4 kundan keyin qaytadan tekshiruv o'tkazamiz dedilar. Ha, boshqa doktorlar. Keyin shu oradan 3 kun o'tgandan keyin ertasi kuni topshirishim kerak edi. U doktorlar ham aytdi, topshirasizlar, agar natija yomon bo'lsa, yuzdagilar bilan gaplashamiz dedi. Shu topshirishimdan bir kun oldin aytdim, ertaga shunaqa ekan dedim. Shu aniq bo'lar ekan. Shunaqa bo'lmasligi ham mumkin ekan. Bir kun oldin aytganimda shu ertasigacha izlab dadam aytib topdi, u doktorlarga bormay to'g'ri shu yerga keldik keyin. Kecha yo obeddan keyin ertaga o'tkazamiz operatsiyani dedi. Endi javoblarim chiqish ozgina sekinlaganda bugunga qoldirishgan. Bugun 10 ga operatsiya rejalashtirdi, bugun o'tkazdik. Operatsiyadan oldingi o'zingizni his qilishingiz qanaqa edi? To есть operatsiya baribir oldin bo'lmagan, to'g'rimi? Birinchi marta bu shu. Qanaqa o'zingizni his qildingiz? Qanaqa kutuvlaringiz bor edi operatsiyagacha? Qo'rquv bo'ldi. Operatsiya degandan keyin qo'rquv bo'ldi. Yo'q, yaxshi o'tdi. Unaqa og'riqlar nima qilib, ortiqcha o'zini shu og'riq qoldiradigan ukol unaqalar qildi. O'sha jarayonda o'zim yaqin bo'ldim, endi og'riq his qilmasdan bilib turdim. O'sha operatsiya jarayonining o'zida urug' foizi unaqasini tekshirdi. Shu operatsiya vaqtini o'zida aniq bo'ldi. Keyin mana operatsiya уже o'tdi. Keyin o'zingizni qanaqa his qildingiz? Og'riqlar, yana qanaqadir ham nekomfortliklar, noqulayliklar bo'lmadimi? Yo'q, sharoitlar hammasi yaxshi bo'ldi. To'g'ri keldi, chetda dam olib turasiz. Siz bugun misol o'sha 11:12 da operatsiya bo'lgan bo'lsa, o'zi mana kech uyimga ketyapman. Huzur. Mana endi sizga o'xshagan bemorlar, shunaqa problemasi bor odamlar, erkaklar juda ham ko'p. Ya'ni oilada farzandli bo'la olmayotgan. Ularga qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Balki ular ham sizga o'xshab noto'g'ri shifokorga borib, urug'ing yo'q, bepushtsan deb tashxis qo'yilgandir ularga ham, misol uchun. Как aka sifatida, liba uka sifatida, misol uchun hamma farzandli bo'lishini xohlaydi, lekin afsuski shunaqa kasallik baribir ham bo'lishi mumkin. Abror akani tavsiya qila olasiz, ya'ni boshqalarga bemorlar. Abror akani tavsiya qilaman.